Polyot hammasi mana. Sen bolalar haqida qiynalib qolyapti. Bas sen bor, kecha borganman. Bitta taklif bor. Maftunga ham telefon qiling. Aytmayman bu biz. Ketdingmi? Bilursiz, men islomga aytib ketaverman. Shu bilan ketyapman, men eskishga ketyapman. Rahmat. Men ham ertaga qo'ydim. Просто mana yo'qsan bolalar haqida qiynalib qolyapti. Mana nima bo'lib qolyapti. Ana rais bosh yettam emasmi? Efirdami, efirda emasmi? Efirimda. Efirdami. Aytmayman bu biz. Shu taman dedi. Ya Allah razı bo'lsin. Ya? Ya. Ya, mana bu yangi avvasam shustriy o'qasi, ha. Yangi profilga bu kostyum emasmi? Elyor bilmayman, Elyor yaxshi bolamni kuchingiz dedi. Rahmat aka, siz ham meningizda ishlaysiz aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Boshqa hayvonlar aralashmasin, xo'p akajonim. Alloh rozi bo'lsin. Ko'rinmas jamutda yurakcha bering, ha. Qarang. Qarang, bitta taklif bor. Xo'p bo'ladimi? Bitta taklif bor. Telefonlarimizni uzun polyot qilsak. Polyot hammasi mana bu 1 2 3 deb hammasi polyot uyga tashlab ketdingmi? Bas sen bor, kecha borganman. Maftunga ham telefon qiling. Uni nomerini bilmaydimi? Uni nomerini bilmaydimi sizlar aka? Bilursiz, men islomga aytib ketaverman. Shu bilan ketyapman, men eskishga ketyapman. Aytdi, pas pis desqilat, bir mazaq просто mana miyangiz dam olsin debman xolos. Mana ular aytib chiqishadigan joy. Mana men ham bor ediyapti. Mana o'zi keldi, chaqirdim. Kim? Maftun keling. Men o'zi siz aytib turdim, Maftun. Boramiz, как раз ko'chadaman. Qaytga? Opam ikkomiz ketib turdik-da. Sizni hozir aytdiki, oyog'ini menga o'zi tegizdi dedi. Hecham-da, siz o'zingiz tegizdirib silayotdingiz, men qashib oldim xolos oyog'imni. Qanchaga gul olib keldi? Qanchalik gul olib bordi? 1 millionga gul olibdi, 1 millionga. Keyin men uni nima qildim, opa aytaymi, oilaviy budjetimizga ziyon bo'lmasin deb gulchilarning oldiga borib 500 mingga sotib keldim. Boplabsiz. O'shani o'zidan 1 million olib qo'yasiz, bo'lmasmidi? Qizlarga pul berib qilishni yomon ko'raman dedi. Uxot qilib sikishni yaxshi ko'raman dedi. Maftun, hali magazin ochiqmi, ochiq emasmi? Qaysi magazin? Ochiq bordim, opa, vashi sifatli narsasi yo'q. Hech narsani 2 dona tursiya olib kelyapman mana. Bizga kelasizmi? Lekin borsam ham boraveraman, cho'milgani chiqmaymizmi? Keling, chiqamiz cho'milgan. Aniq chiqsa boraman. Ha, aniq chiqamiz-da. Ikkovimiz ham chiqib qo'yaveramiz cho'milgan. Ana menga ichki kiyim olib bering, Elyor, cho'milaydigan. Elyorni kayfligida qo'liga tushmagin dedi. Albatta, yaxshi rahmat. 4 dona gul beringlar, 4 dona gul beringlar. 2 dona gul beringlar. Agar men ko'chada любой u kim bo'lishidan qat'iy nazar gul olib beradigan bo'lsam bor, ko'tiga sizga bu qo'taqda agar qo'taqdingiz boraman. To'xta. Menga gul olib bergan. Shoh aka bitta gul bering. Isboti bilan bo'lsin gul yo'q. Agar ko'chada hech kimga olib bermagansiz, a? Men dakasat qilib keltirib beraman. Meni tug'ilgan kunimda chiroyli tug'ilgan kun zato men ham ko'chada men unda tug'ilgan kunga qilib doniga onajon bundan tashqari
Ha, bir sikish uchun, ko'nini olish uchun unaqa chiqmaganman. Zato to'xtang, ular aka, bitta narsa aytaman. Maftun 2 soatda amiga bo'lib qolganda vodiyimdan qirda o'ttasidan tog'da o'ttasidan 2 soatda yetib borgan kunlari bo'lgan. Ha. Bro, nima ko'rmoqda? Endi qorlar yog'ilib, izlab osilib ketibdi. To'g'ri. Asparlarni ham maktabda ishlayapti yangilar. Yo, yana bitta narsa aytay, Elyor aka. Ertalab soat 9 da konditsioner kirgizib yuboribsiz uyga, rahmat katta. Bu hozir boru Yakub akamdan deb yozib kirgizib yuboribdi,